Mana bugun biz manpar tayyorlaymiz. Oson usulda. Uning uchun bizga kerak bo'ladi. Xamiriga 200 gram un, 2 ta tuxum, 1 ta choy qoshiqda tuz. Agarda mabodo xamirimizga ozgina tuxum kamlik qilsa, ozgina suv solamiz. Birinchi ishi tuxumni chaqib, tuz bilan aralashtirib, keyin uni solishdan boshlaymiz. Mana tuxumlarni tuzni aralashtirib oldik. Endi buni ustiga 200 gram un solamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Mana manparimiz xamiri tayyor. 2 ta tuxum, 1 ta choy qoshiq tuz va bizga yana 3 ta osh qoshiq, katta osh qoshiqda suv kerak bo'ldi. Shu bilan 200 gram unimizdan xamir qorib oldik. Endi buni ustiga strech qilib tindirishga qo'yamiz. Bu orada sho'rvasini tayyorlab olamiz. Mana manparimizdan endi sho'rvasini tayyorlash uchun kerak bo'ladigan masalliqlarni aytaman. 250 gram go'sht, 150 gram mol go'shti, 100 gram qo'y go'shtidan foydalanyapman. 2 ta piyoz, 7-8 ta dona chesnak donachasi, seldri, keyin koreyskiy karom 3 ta baggi, oq rediska uzun, kichkina bitta yetadi. Yarim ta qizil bolgarskiy, yarim ta ko'k bolgarskiy, 1,5 ta sabzi, 1,5 ta kartoshka, krop kashnich, keyin bu yoqda yog', bitta cho'mich, ovqat qizartiradiganimizdan bitta piyola to'la, 2 ta katta qoshiqda soya, keyin bitta choy qoshiqda qizil paprika, bitta choy qoshiqda zira, bitta choy qoshiqda kashnich va tabga ko'ra tuz kerak bo'ladi. Endi hozir hamma sabzavotlarimizni to'rashdan boshlaymiz. Hammasini turbuchi mayda qilib to'rab olamiz. Mana hamma masalliqlarimizni shunaqa turbuchi shaklda to'rab tayyorlab oldik. Endi bir chetdan bularni qovurishni boshlaymiz. Hozir birinchi bo'lib qozonimizga bir cho'mich yog' solib, go'shtni solamiz. Mana go'sht soldik, ustidan tuz soldik, endi so'y solamiz. Mana so'y soldik, endi buni yaxshilab aralashtirib, piyoz, chesnak solamiz. Mana chesnak bilan piyozni ham soldik, yaxshilab qo'rib, endi uni ustidan ziravorlarimizni solamiz. Mana oq rediska bilan koreyskiy karomni ham solib aralashtirib qo'ryapmiz. Mana rangli bolgarskiylarimizni ham soldik, endi aralashtiramiz. Keyin esa sabzi solamiz. Mana sabzni ham solib qo'rish boshladik, endi qisartiradiganimizni solamiz. Sovoldik, endi yaxshilab qo'ramiz. Mana endi kartoshkalarni sovoldik, ustidan seldrini solib aralashtirdik. Mana shunaqa chiroyli sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustidan suv quyamiz va past qilib qaynatib qo'yamiz. Mana sho'rvamizga suv soldik. Qaynab chiqqandan keyin zelilarimizni o'z tarafini to'rab sovuramiz. Mana manparimizdan sho'rvasi qaynab chiqdi, zelilarni soldik. Endi birpas qaynagandan keyin tuzlarini ko'rib to'g'rilab qo'yamiz. Shunda maza kirib, shirali, mazali bo'lib pishadi sho'rvasi. Sho'rvamiz 1,5 soatda tayyor bo'ladi. Uni orasida hozir xamiri endi kesib, alohida qaynatib tayyorlab qo'yamiz. Mana xamirimizni endi yaxshilab unlab yoyib, turbuchi qilib kesib olamiz va suvda qaynatib olamiz. Mana xamirimizni shunaqa qilib yoyib oldik. Juda ham yuqa qilib tashlamaymiz. Endi buni lenta qilib, mayda kesib, turbuchi buni ham kesib qaynatib olamiz. Mana xamirimizni hammasini shunaqa lenta qilib kesib olamiz va turbuchi qilib bularni to'rab chiqamiz. Xamirlarimizni hammasini mana shunaqa turbuchi qilib to'rab olamiz va tuzli suvda qaynatib yog'lab qo'yamiz. Kirigicha kosalarga solib, ustiga podliva solamiz. Mana podlivamiz ham yaxshi qaynyapti. Mana xamirimizdan bir qoshiqdan oshiqroq solamiz, ustiga podlivasini solamiz. Mana mazali manparimiz tayyor bo'ldi. Ustiga zelilar bilan mana chiroyli qilib tortamiz dasturxonga.